Assalomu alaykum YouTube ahli. Biz ishimizni tugatib oldik, bitta obyektimiz tugatdik. Hozir polni obzor qilib chiqamiz. Bu obyektimiz Qumtepaga ketishda Mo'staydagi xonadonlardan biri. Mana xonadonda kirish. Bakka asosiy glavniy shitimiz o'rnatganmiz. Endi ichkariga kirib boramiz. Ichkarida vaqda bizda elektromobil uchun ajratilgan shitimiz bor. Ko'rishlaring mumkin. Bu xonadonimiz oldin montaj bo'lgan ekan, demontaj qilib, chiroyli qilib berdik. Biralarga kabellar tashladik. Bu nima ko'rishlaring mumkin. Xonadonda ikkiga bo'lingan. Bu tarafdan nari tarafi, yana bitta alohida shit qo'yilgan, bag'aga ham alohida shit qo'yilgan. Mana shit ko'rsalang. Mana shogirdlar Ahmadjon, Jamoliddin, Sayjalol aka. Bu bolalarni videoga tushirmasak bo'lmaydi. Nima qilyapsiz Sayjalol? Shu, adashib kabel tashlab ketishga bo'lyapti. Patsiyetkalarni. Demontaj bo'lyapti-da, o'shanga mana kabellar o'zimizga moslab tashlab oldik. 12 voltlik patsiyetkalari bor. Hammaga unaqa tokchalarda o'shalar sinov beramiz. Mana har bitta bu taraflarda magnitli mana shu relslar bor ekan, ularni ham bular shu включаторga tushirib qo'yganmiz. Ba'da Jamoliddin. Ba'da ham xuddi shunaqa shit. Bu tarafda oshxona zonamiz. Oshxonaga ham kabellar tashlab, shit ko'rsatadi. Ustalar ishlayapti, shovqin bo'lishi mumkin. Bu tarafda ham bizda chiroqlar bor, shunga kabel tashlab qo'ygan. Bu bizni toychoq, mana instrumentlarimiz. Pastda hamma instrumentimiz Inco brend ostida ishlatyapmiz. Shunaqa ob-havo ham juda ham go'zal bo'lyapti. Bizga obuna bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun manfaatli bo'ladigan videolar qo'yishda davom etamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.